Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun Asakada blogerlar o'rtasida futbol musobaqasi o'tkazilyapti. Bugun birinchi o'yin G'ayrat Mahmudov komandasiga qarshi Olimjon Parfum komandasi. O'yindan oldin ular bilan bir suhbat o'tkazamiz. Ko'rasizlar, kuzatib boringlar. Kichik bir intervyu olib qo'yamiz o'yindan oldin. Biz kuzatishda davom etinglar. Ketdik. Birinchisi Olimjon akamiz. Olimjon aka. Aka, yaxshimisiz aka, suyimsiz? Bugun blogerlar o'rtasida birinchi o'yin, birinchi media liga bo'lyapti. G'ayrat Mahmudov komandasiga qarshi Olimjon Parfum komandasi. Bugun shot necha bo'ladi aka? Ya uni ojizimiz unda. Allohning aytgani bo'ladi, lekin harakat, hammani niyati yutish. Bizning ham maqsadimiz yutish. Lekin shotni taxmin ham qila olmayman. Komanda zo'r. Zo'r xolasa o'rta. Biz hali ancha yillardan beri ana bo'lmagan, prosta bir qator endi birinchi o'yinimiz boshladik, xudo xolasa yutishga harakat. Bo'ldi aka, jamoalarga omad, xudo xolasa o'yin davomida. Xudo xolasa raqib komandaga omad tilab qolamiz. Vasila. Ixtiyor aka bormi? Aka, siz sizni mashina ishlamasam. Aka, bugun media ligani birinchi bahsi G'ayrat Mahmudov komandasiga qarshi Olimjon Parfum komandasi. Shot aka, bugun necha bo'ladi? Endi birinchi o'yin hayajon hozirdan bor. Endi shuncha futbol o'ynab yurgan bo'lsak, lekin bu boshqa liga, Asaka ligalariga taqqoslash kerak yo'q. Bu boshqa liga, blogerlarning ligasi. Buni shou qilib, xudo xolasa O'zbekiston kelgusi dunyoga tanitamiz. Harakat qilamiz. Endi shotni hozirda aytmaymiz, oxirida o'zingizlar ko'rib baho berasiz. Aka, podkastda so'ramoqchi edim. Boshqa blogerlar sizlar bilan bog'lanish uchun, chiqish uchun bu komandalarni ko'rib turib bir-biriga moslab beryapsizlarmi? Yo'q, hozir bizga faqat blogerlar degan joy bor. Professional o'yinchilar kerak emas. Mini o'ynaydiganlar, blogerlar chiqarsin. Xudo xolasa aloqaga billa bitta o'ynaveramiz. Hali endi boshlanish. Bo'ldi, da, bizni kuzatishda davom etinglar. Aka, rahmat. G'ayrat aka. Aka, assalomu alaykum. Bugun Asakamizda blogerlar o'rtasida media liga birinchi o'yini bo'lyapti. Olimjon Parfum komandasiga qarshi. Hisob necha bo'ladi aka? Bilmaymiz. Endi ularning o'yinini men umrimda ko'rmaganman. To'g'risi, o'shuning uchun bu narsa deya olmaymiz endi. Lekin odamlar endi maqtashyapti, yaxshi o'ynaydigan bolalar bor deyishyapti. Sizlar sastaviylar ham qattiq tayyorlangan. Hozirga o'xshab ko'rinyapti, xolos biznikilar. Bittasi to'ydan kelyapti, to'g'ri? Syomkadan kelyapmiz, to'g'ri? Repetitsiya bo'lgan yo'q. Ko'ramiz-da, qani, bilmayman, lekin endi 5 tadan ko'proq gollar urilsa kerak. Kimga urilishini bilmayman-ku, lekin aniq 5 tadan ko'p gol uriladi, xudo xolasa. Aka, omad, bugun yutib, xudo xolasa. Doston aka. Aka, assalomu alaykum. Bugun Asakada futbol bo'yicha blogerlar o'rtasida media liga birinchi o'yin bo'lyapti. Bugun G'ayrat Mahmudov komandasiga qarshi Olimjon Parfum komandasi. Hisob necha bo'ladi? Men studiya barni bilmadim. Gap aytmas, qaysi komandaga o'ynaysiz deb oldim. Har Olimjon aytib qoldi, Doston aka bizga o'ynaysizlar do'siyapti. Qarama. Qarama lekin. Yo. Sizlar oshib kiyishdi desa bizga o'ynayotgan bo'ladi deyapti. Yetmay imkon qadar. Shunday bo'lsa pasa. Hisob bilmadim. Top to'rtburcha maydon yumaladi. Ularni g'az jamoa yutsa ham maza qilib o'ynash tarafdorimiz. Ro'zadan keyingi endi bo'layotgan o'yin. Hammaga omad tilaymiz. Kim yutsa ham omadi bor odam yutib ketadi. O'zi blogerlar o'rtasida shunday media ligaga qanday qaraysiz? Zo'r qarayman, biz buni tashkillashtiramiz dedi Tasavvur savdo markazi bilan. Ramazon oyi munosabati bilan ozgina chekinish bo'lib qolgan. Asaka Super Ligasiga ham keyingi yil katta homiylik qilamiz, xudo xolasa. Barchalarni kutib qolamiz. Asaka turizm ham homiylik qilaman deb men ham urib oladik. Aka, rahmat. Muhammad aka, assalomu alaykum. Aka, hormaylar, bugun Asakamizda blogerlar o'rtasida media liga birinchi o'yini bo'lib o'tyapti. G'ayrat Mahmudov komandasiga qarshi Olimjon Parfum. Bugun shot necha bo'ladi aka? Siz darvozabon bo'lsangiz kerak. Shot bilmadim endi. Sizga bor. Ular bilan birinchi o'ynashimiz. Bilmadim, endi harakat qilamiz lekin yutishga. Birinchi o'ynashimiz. Endi agar ikkinchi o'ynashimiz bo'lganda aytib berardim shotni, to'shini aytib berardim. Nechta to'saman, nechta qo'yib yuboraman, shulargacha aytib berardim. Komanda lekin jamoa zo'r sastav. Ha, xudoga shukr. Ancha-muncha yutkizmayapmiz, yutyapmiz hammani. Jichcha shot bo'lsa ham, ammo ko'p komandalarni yirik shotlarga ham yutdik. Aka, rahmat. Jamoalarga omad. Javohir aka. Aka, assalomu alaykum. Hormaylar aka, yaxshimisiz? Suyimsiz? Bugun Asakamizda blogerlar o'rtasida birinchi media liga Olimjon Parfum komandasiga qarshi shot necha bo'ladi aka? Shotmi? 19
10 deylik. 19sizlar. Biz to'g'risini aytsak, G'ayrat Mahmudov komandasiga balet qilib kelganlar. Juda ham ko'p tomoshabinlar turibdi. Sizlar jamoalarga omad aka, xudo xolasa hujumdami? Albatta. Bo'ldi, jamoalarga omad. Evet, tarsabelar. Doggy style. No te canses. Tú di que la liga la mata, muñeca metiste la pata, deja ese paquete, si a ti te ganaste la ñata, busque mal por, la tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor, ¿y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can, ¿y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Mira tú, ven que yo quiero ver lo que me dijiste la otra vez, que tú eres la dura, la perra, la monta, tú eres una movie de TNT, y el loco happy, pensando que tú eres la C, en Ford te pusiste en taqui, al final te volviste nothing, ¿y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can. Jigarlar, hisob ochildi. G'ayrat Mahmudov komandasida hozircha hisob 1-0. G'ayrat Mahmudov komandasi foydasiga. O! Doggy style. No te canses. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Tú di que la liga la mata, muñeca metiste la pata, deja ese paquete, si a ti te ganaste la ñata, busque mal por, la tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor, ¿y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can. ¿Y qué fue? Hisob yana ochildi. Jigarlar, G'ayrat Mahmudov komandasi hisobiga ikkinchi gol yozib qo'yildi. Ranking can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Hisob 2-1. Ixtiyor aka o'zi Olimjon Parfum komandasidan Ixtiyor aka juda ham ajoyib gol kiritdi. Ololmay qoldik. Lekin zo'r bo'ldi. O'yinga kelmaganlar battar bo'linglar. Hisob 2-2, 4 ta gol ko'rdik. Hali lekin vaqt uncha bo'lgani yo'q. Ikkinchi gol muallifi ham Ixtiyor aka. Like bosib qo'yinglar. Mambo. Chapa. Oradan 50 soniya o'tdi va hisob 3-2. G'ayrat Mahmudov komandasi foydasiga. No te canses. Zo'r Doston aka. Ular piano bilan video qilamiz. Voy! Ve mo'ramizmi? Ay bele. Saat o'tganda olmay ekan. Hisob 3-3, oradan 30 soniya o'tdi. Kelmaganlar battar o'ylar. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can. Mambo. Chapa.
style. No te canses. Tú di que la liga la mata, muñeca metiste la pata, deja ese paquete, si a ti te ganaste la ñata, busquen mal por, la tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor, ¿y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can, ¿y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Mira tú, ven que yo quiero ver lo que me dijiste la otra vez, que tú eres la dura, la perra, la montra, tú eres una movie de Hisob 4-3 G'ayrat Mahmudov komandasi foydasiga o'yinni qolgani endi hozir urishadi baribir. Nechta gol bo'ldi? G'ayrat Mahmudov. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Chapa. Doggy style. No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can. ¿Y qué fue? Voy! Va a hacerle ranquiti can king can. Doggy style. No te canses. Tú di que la liga la mata, muñeca metiste la pata, deja ese paquete, si a ti te ganaste la ñata, busquen mal por, la tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor, ¿y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can, ¿y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Mira tú, ven que yo quiero ver lo que me dijiste la otra vez. Hisob 5-3 G'ayrat Mahmudov foydasiga. Ay, hozir uradi. Qarab turlar, yana bitta uradi hozir, qarab turlar. Ammo o'yin vaqti zo'r bo'lyapti. Muxlislar, qanday tomoshabinlar. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada, va a hacerle Hisob 6-3 G'ayrat Mahmudov komandasi nomiga bunday yozilib qo'yildi. O tepadan naqsha bilmadim, mishqilsha. O ana zo'r qildi akam. Va hammasini ko'tarib qo'yinglar. Svetlar bajarib ko'raylik. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranquiti can king can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Futbol davom etyapti va kelgan akalarimiz bor. Nazarbek Durumshow akamizni ko'rib qoldik. Aka, yaxshimisiz? Suyimsiz? Qalay bo'lyapti o'yin? O'yin zo'r, xudo xolasa.
Hozir kim yutadigan bo'lsa, Nazarbek Durumsho jamoasi vizit tashlaydi. Yo'q, o'zi medialik. Keyingi o'rtoqlik uchrashuvi kim yutsa biladi, xudo xolasa Durumsho bilan o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladi. Bo'ldi. Medialiga birinchi o'yini bo'lyapti. Ikkinchi o'yiniga Nazarbek Durumsho kim yutsa vizit. Xudo xolasa. Bo'ldi, hozir mana aytamiz. O'yin zo'r lekin. O'yin zo'r. Akalar biz kuzatishda davom etinglar. Mambo. Chopper. Va nihoyat yana bitta gol, hisob 7-3 G'ayrat Mahmudov komandasi foydasiga. Biz kuzatishda davom etinglar va o'yinimizga aka, sizlar bugungi o'yin qanday bo'lyapti? Men to'g'risi hozircha asabiylashib turibman, uka. Bo'lmasa tushib o'ynab o'rganlarim kelib ketyapti, uka. To'g'risi haligacha muammoli ishlar bo'lganligi uchun o'ynamayman hozir. Qani kuzataveraychi. Maydon to'rt burchak, to'p dumalab, bir gap bo'lar. Jamshid aka haligi yutsa yutmasa odam bir narsasini yutishi, bu yerda o'rtoqlik uchrashuvi bo'lyapti. Bu hisob emas, keyingisi zo'r bo'ladi xudo xolasa. o'zizni komandangiz ham bormi? Bu media ligaga xudo xolasa ko'ramiz bizlarni. Mana shu biz komanda bo'ladi. Men o'zim alohida komanda, biz bitta jamoamiz bular bilan. Kafiyat uchun qilinyapti hozir bu narsa. Xudo xolasa, qani kuzataveraylikchi. Bo'ldi. Sizlar ham kuzatishda davom etinglar. Maratani shu, maratani. Mambo. Chopper. Hisob 7-4, hisob qisqaryapti. Olimjon Parfum foydasiga. No te canses. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking canking can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking canking can. Mambo. Tú di que la liga la mata. Muñeca metiste la pata. Deja ese paquete, paquete, paquete. Si a ti te ganaste la ñata, busque alcohol. La tipa se trancó. Parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? No hiciste nada. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Va a hacerle Doggy style. No te canses. que yo quiero ver. Lo que me dijiste la otra vez. Que tú eres la dura, la perra, la monta. Tú eres una movie de TNT. Y el loco, así. En Fortnite. Al final te volviste nothing. To'g'ri aka, o'yin qalay bo'ldi aka? O'zgartimi? Zo'r bo'ldimi? Acha qattiq o'ynadi haqiqatan aka, вообще zo'r. 7-4 bo'ldi aka hisob. O'zlar bildilar. 7-4. Rahmat. O'tiringlar. Ixtiyor aka, o'yin qalay Yo'q, bo'ldi? o'rtali o'yin zo'r. Hammaga rahmat. Garvayn jamoasiga, bizni bolalar jamoasiga ham rahmat. Kelgan muxlislarga ham rahmat. Zo'r o'yin bo'ldi. Bu do'stona o'yin boshlanishi. Albatta, Xudo xolasa hech qanaqali bir-birimizga yomon anaqalar yo'q. Xudo xolasa mana Nazarbek ukam ham bugungi o'yinga bizga muxlislik qildi. Aytaymi, zo'r o'yin bo'ldi. vizit tashadi sizlarga. Mayli, keyingi o'yinlarimiz vizit tashlaversa o'ynaveramiz. Lekin bir talab bor. Bu javob o'yinini kutamiz bulardan. Qaytaramiz. Aka, sizlarni ham ko'ramiz keyingi safar o'yinlarda. Xudo xolasa albatta Nazarbek Durumsho bilan G'ayrat aka jamoasi o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladi, xudo xolasa. Birinchilar aka bo'ladi. Chiroyli o'yin. Vizit tashasiz, birinchilar aka bo'ladi. Doston aka rahmat katta. Doston aka, o'yin qalay bo'ldi? Rahmat. Zo'r bo'ldi. Prosta hamma narsani yangisi yangilik qiladi birinchi. Yo'q, prosta o'zi buni futbol o'ynab yurganlar biladi. Yangi sarakonishga tushdim chunki hali bu yaxshilab moslashmagan mana. Uchini ham berib ko'rasiz, shuning uchun yaxshi o'yin bo'ldi. Lekin zo'r bo'ldi aka. Mana ustozim Zashtada ham o'ynayveradi, Varata ham turib chiqdi bir-ikki marta. Suvlar, oho. O'zi asosiy varatalis, darvozabon. Undan keyin shunday o'ynab turamiz. To'ladi, yaxshi o'ynab turamiz. Aja rahmat.
Muhammad Ali aka, maydon 7-4 bo'ldi. 4-4. Endi keyingi o'yin necha bo'ladi? Keyingi o'yin agar shu komanda o'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa 7-0 bo'ladi. Bo'ldi, akam qattiq turizm 7-4. G'ayrat Mahmudov komandasi yutdi. Sen aka bosh uzun. Barat bir marta ham alishmadi. G'ayrat Mahmudovda ularda 48 bo'ldi. Hammasi sen turdida. Aka o'yin qalay bo'ldi? O'yin ko'rganingizdek, mana men boshdan aytdim, 5 tadan oshiqga bo'ladi dedim. 7-4 ga yutdik biz. Biz 7 ta urdik, bular 7 ta urdik. 4 ta o'tkazib yubordik. Urdi demaylik, ulardi. Yaxshi o'yin bo'ldi. Lekin yana bitta narsa, sizlarda Barat bir marta ham alishgani yo'q. Bir marta ham alishgan bosh zo'r o'yin bo'ldi. Ha. Keyingi o'rtoqlik uchrashuviga necha bo'ladi? Javob uchrashuvimi? Endi javob uchrashuviga bilmayman, endi javob uchrashuvida ham yaxshi o'yin bo'ladi degan umidamiz, xohlasa. Ular tayinlanishar, biz ham tayinlanamiz. Bilmaymiz, deyolmaymiz endi oldindan. Rahmat, charchamang. Rahmat. Xo'p, jigarlar, bugun shu asakamizda bo'lib o'tgan blogerlar o'rtasidagi media ligani birinchi o'yini, birinchi o'rtoqlik uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi. Mana fikrlarni eshitdinglar, o'yinlarni ko'rdinglar. Juda ham zo'r bo'ldi. Agar asakamizda bo'lsa, yana boshqa blogerlar bo'lsa, bemalol ixtiyoriga aloqaga chiqsanglar, o'sha blogerlar bilan, komandalar bilan sizlarni ham qo'yib beradi. Hammanglarga rahmat.